Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mashinamiz Spark 125 mexanika mashinasi bo'ladi. Bunga qiladigan ishimiz birli avtomat korobka taqib beramiz. Xudo xolisa oqamiz ishlarni ham chiroyli qilib bitkazib beramiz. Salon ichlarida mana shaxtalar, pedallar ishadi. Ko'rishingiz mumkin. Qala mana xudo xolisa 125 mexanika korobkamiz ham yechib bo'ldi. Mexanika zapchastlarimiz to'plab qo'ydik. Mana bu yerda birli avtomat korobkamiz turibdi. Hozir buni paltonini ochib, filtrini yuvib tozalab boshdan qo'yamiz. Xudo xolisa yaxshi chiqadi. Mana xudo xolisa korobkamiz ham paddonni ochdi. Filtrlar yaxshi, paddonlarda struchka yo'q. Hozir filtrlarni boshdan olib, ichini yuvib tozalab, paddonga germetka surib boshdan yopamiz. Xudo xolisa yaxshi chiqdi. Keyin ko'p ustokalarimiz Spark birli avtomat korobkani tiqganda balkani yechar ekan. Biz balkani yechmasdan tiqib beryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rib turibsizlar, balkani yechmasdan ham qo'ysa bo'ladi. Konditsioner motorchigini ko'zibdan yog'iga o'tkazib qo'ysa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana xudo xolisa birli avtomat korobkamiz joyiga tiqib, yig'ib bo'ldi. Pastda ozgina qoldi. Elektrika qismida ozgina ishi bor. Yo'lda mana ko'rib turibsizlar, pedallarni qo'yib qo'ydi, shaxtalarni qo'ysa, xudo xolisa tayyor bo'ladi. Mana xudo xolisa birli avtomat korobka Sparkimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Salon ishlari ham mana xudo xolisa cho'tga chiqdi. Shaxtalarni qo'yib, pedallarni qo'yib, akkuratni qildi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Bemalol sifatli qilib bitkazib beramiz.